Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, universitetimizda kirish test imtihonlarining birinchi kuni bo'lib o'tmoqda. Biz esa universitetimizga 2026-2027 o'quv yilining birinchi talabasi bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor talaba bo'lganingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat. Bundan tashqari biz universitetimizda 2026-2027 o'quv yili uchun birinchi talabasi bo'libsiz. Hissiyotlar qanaqa? O'ta zo'r, yaxshi. Universitetimizga qayerdan eshitib kelgansiz? Maktabdan, o'quvchilardan. Ha, sizdan tashqari yana kimdir o'qiydimi yo siz birinchisimi? Tanishlarimiz o'qiydi. Xo'p, qaysi yo'nalishga topshirdingiz? Boshlanish ta'limga topshirdim. Kutgan natijasi chiqdimi? Ha. Bizga masalan o'zingizga o'xshagan abituriyentlarga kelib o'qishga tavsiya berasizmi? Tavsiya beraman. Qaysi jihatlari uchun? Sharoiti, ham desa, o'qituvchilariga ham yaxshi. Zamonaviy xonalari. Ha. Ashuni bitta gapirib bering o'zingiz oldingizda. Zamonaviy, hamma yo'g'i yaxshi, sharoitlari ham zo'r, o'ta go'zal. Assalomu alaykum. Mana qizingiz talaba bo'lib chiqibdi, ham bizni birinchi talabamiz bo'libdi. Sizda hissiyotlar qanaqa? Hissiyotlar yaxshi. Bir faxr bo'lyaptimi? Ha, xursandman. Agar davlatga ham kirib ketib qolsa, qaysi birida o'qitasiz? Shu yerda tanlardik. Aynan nima uchun? Hamma sharoitlari bor, zo'r ekan. O'zim ham kelib aylanib ketganman. Ota-onalarga tavsiya berasizmi farzandlarini shu yerga olib kelib o'qitishga? Albatta, tavsiya beraman. Yana bir marta tabriklaymiz. Rahmat katta. Rahmat.